Endi men xizmatni o'tab ketsak bo'ladi-da. Timinchiq emas. Timinchiq emas. Uchinchisi xurofotlik. Xurofotlik. Xurofotlik degan nima? Xanzu tilida mi shin mi aytdim bo'lash, mastan bo'lash, shin cho'qinish, ishinish degandek ma'no. Ikkisini qatgandan keyin bu nima bo'ldi? Qarg'ulachi agishish, qarg'ulachi ishinish bo'ldi. Xurofotlik nuqul bir din yoki ma'lum bir qavmning narsasi emas. Ma'ni biz xurofotlik. Nas xurofotlik bizda bormi? Bor. Qattiq ig'ir bor. E'lon xurofotlikqa. E'lon qilingan, eliq televizorda chiqqanning hammasi haqiqatda yaxshi. İlgir şunda da hazır arayılgan bulduk. İgiz bina bayanın hemmisi zamanıvi. Mana Ürümçi'de 70% İgiz bina mehmanxanalar 70% bika turib atılıyor. Hatta 80% da. Zamanıylıktan derek ver. Zamanıylıktan derek verdiğine an, inkas ve tefekkür. Pul xurofotlik bek ig'ir. Pul var hemmisi oldu, pullandabız, pul var jangal şorpa deydigan acı bir qog'ozga. Demek biz qog'oz qurollar davrida yashayapmiz. Qanday qog'oz qurollar? İkimizden otururuz, elim berim bas, vücutunu çıkar, bana kağızı güvarlıkta atıyoruz. Pulmuş o kağız. Deg var, hatun, bu mu kağız? Nurgun isil abidiler, yakşı mezmunlar ve yakşı tecrübe vaklar, ali bilimler, hem şu kağız gibi bisli oturdu, yazılı oturdu. Sizin şu teklif bilen geldiğiniz şu kağız ki, demek kağız kurallar devre. Ama pulgu çokunuş xatarlik. Pulgu siz karvat sitip alırsınız, uğuk sitip alamayısınız. Tamak sitip alırsınız, işte sitip alamayısınız. Doğru sitip alırsınız, salametlik sitip alamayısınız. Kur'an-ı Kerim sitip alırsınız, iman sitip alamayısınız. Adem sitip alırsınız, kalbini sitip alamayısınız. Öye sitip alırsınız, hatırcımlıkla bak sitip alamayısınız. Demek pul tan kıymetlik nesine almıştırgan bir kağız vasıtıdan ibaret. Ama kişiler bu çok unut gitti. Pul. Demek mana bu pul xurofotliqi. Televizyon xurofotliqi. Mesela Koreyanın filmlerinin tüzük logikalık nersi yok. Lekin kızlar ameliyatın okul muhabbetine tapılmagan diken Hindi'nin kinosidan Koreyanınkinden izleydigan bular ketdi. Nimişqa? Bazı yigitlerimiz, bazı akışlarımızın rol to'nglatquchilik bo'lmadi da. Bazı ayollarımızın rol telefonchilik bo'lmadi da. Turqilam edem. Unda bo'lgan diken, xurofotlik qilsa, "Oshunda bo'lsam" deb tamoqni, uyquni, yana muhim ishlarni unutib vujudidan ashti kinoni ashtiga. Biz 30 yıl televizor ko'rdik. Qasimiz kelgusimizni ko'ra oldik. Akşam 3. kanalda mening kelgusim chiqdi, ko'rdim odash. Unda gap yo'q. 30 yıl naqsh o'qidik. Anlab baqinglar. Aqboz otni o'qidi. Aqboz otni o'qigandan ishakka minib baqmagan bo'lish mumkin. Suv parisa, yo'pirmoq, majnuntal. Men bilan zodi qanday munosabat qolmadim. Ashuni o'qib biz o'tirib taqilib angladik. Yadılma, bir naqsha. Hazır tuproq vijda o'qiydiganlar naqsh chiqmadi. Biz deb qayla, attayatuni o'qiyamaydigan odamni men mingni topib olayman. Naqsh o'qiyamaydigandan birini topa olamsizlar. Mana emasmi? Bizning bolalarimiz 3-chi avlodiki cho'lnasin deyamaydi, lekin 20 cho'lponning ismini deb birdi. Hech kim to'liq bir naqshni ayta olmaydi. Shunga osmondagi yulduzdan yerdagi cho'lponcha qolib ketdi. Yevropaning kinolarini ko'rib baqinglar. 20 kinosini ko'ringlar, naqshi bormikin. 50 yilda aytadigan naqshni biz 2 yilda aytib bo'lamiz. Issiq tafakkur, hayojonliq tafakkur, haqda sovuq tafakkur, qari yumor va o'tkir falsafa va bizda yo'qmi? Bor. Lekin biz uni e'tibor bermayapmiz. Shu xurofotlikdan huquq xurofotlik bor. Huquq. Huquq nima deydi? Amaldor deymiz, shunami? Amalning keniga darqitiqliqqa, amalga diqqat qilsang dog' so'rab turdi degan gap shu. Shu amaldor deymiz. Haliqi tur aqida mushva. Bir ish qilsang mushaysa degan gap. So'ng tur mush degan gapmiz. Buna gaplashaq mesela optop deymiz, optop chiqtapdi ketadi degan gap. Shunaqa? Buna gaplashaq. Chet el xurofotliqqa. Chet elning hamma narsa yaxshi. Chet elliklar u yerda oy tutchas emas, o'xshash. Men Afg'oniston, Nepal, men Pokistonmi chet elga. Chet elning narsamiz yaxshi. Milliy korxonaning narsa yaxshi emas, shundoq. Biz siz Ahmet, biz Sovet Ahmet'in bu Sovet'te. Bir Ahmet'te mesele yok.
Amada sağa adamni meslemeyi. Milli karxana nimiz qilib qo'ydi. Biz tuzsiz tafakkur qilishga degan bu Uyg'ur qarindoshlarimiz hammaylandi bor. Rishensivi, tuzsiz tafakkur. Tuzsiz tafakkurning xatoligi nada? Mesela men bir oddiy tipishmoqda ya. 4 ko'chning do'qmishi. Qizilchiroq yaqinliq, qatnash saqchisi bor. Yo'lovchilar u yoqdan bu yoqqa o'tadi. Dalmishchaqda bir shofir o'qitib o'tib ketdi. Qatnash saqchisining qaromida hech qanday hodis yuz bermadi. Mana tuzsiz tafakkur qilganim dedi. Bu jiddiy qutulishning mashinasi ekan. Yo'q, bu 110ning mashinasi ekan. Yo'q, bu o't o'chirishning mashinasi ekan. Men nerede maşin dedim, men bir şoför ötek etdim. Ketip kalgan kalla maşinle şoförün biz gevde kılıyordu da acırdı. Tuzsiz tefekkürün zihni manımışadı. Germaniyelik feylasufun bir meşhur söz var. Tefekkürdeki namuratlık, takdirdeki baksizlikini keltirip çıkırdı o dedi. Yani kızık ekip koyaptı. Demek, imtiyaz hurapatlığa, hukuk hurapatlığa, yani çoğu, millet hurapatlığa. Qanday millet hurapatlığı var? Bek iğir bu millet hurapatlığı. Neçe yılın aldıda Yahudilik bek akıllık deyilgen gep var. Şunama. Zaten biz Yahudi'ye yetmeyimiz. 60 trilyon üzerinde tekip takaydım benimle. Çoğunluğa 1 trilyon üzerinde tekip takaydım. Günde 200 bin tal üzeri yılda. 20 tasada 80 bin kıl kimilik reksiyaz bir da. Simpatik nirva, para simpatik nirva da pişki çok ağırlar. Çoğunluğun kişik mine da nurgun bileklik ağırlar. Manın bu işi nirva tan taksim kılıngan. Sekundaga 50 milyar qatlam hesap işletilen kompüter mi adamın hesap çıkan. Millet hurapatlık ile bunun qanday alaqası var? Yahudi'nin meniz alaydı mıken? Yahudi'nin akıllık davet bek içimiz sıkılık etdi. Ey, ras şunda mısın? Ha şunda dedi. İlgisini tanımağanı ben akıllık dememensem cim oldu. Doğru diyalepti ben var. Til hurapatlık. Palani til yaxşı. Tilin yaxşısı nima? Arap tili, asal til, Fars tili, şeker til, Türk yani Uygur tili nima til, Hüner til. 30 kere 124 xil shakl. Hammani o'xshash chiroyli talaffuz qilib. Amerikaning Mego, Fransiyaning Fago, Jenevani Geneva, Havani Shavinji demaymiz. Ang, til, tarjima, anglish o'xshash, yumshoq. 30 kishining sonlari o'xshash. Shunga tilda balani til yaxshi. Leksik yaxshiroq rus til. İfadalash qiymati yuqoriroq o'tkirroq arab til. Lekin Uyg'ur tili, turk tili qilishmaydi. Bunga yani biz Mahmud bobomizga rahmat desak bo'ldi. Rahmat. Şun bu hurapatlık qarıqlaçı çoğunuz. Falan akam oldu, pustanın bayı hacim kam oldu deb alışmadı. Qarıqlaçı çoğunuz. Bilip qilish, bilip agisiz, bilip çabak çilish naqşıga yoki o meşhur kishilarga fuqib qilish. Endi bunun ahmiyeti oldu. Eliqi gaz pishqitim kuldikin, yumur anglasa. Birinchi qitim hamiz paraq qilib deb kulib nim bo'lib ta deb so'ragan. Qattiq shuni ha voy deb keyin o'tirib, jim qiziq yumurkan deb yanimizga qitim kuldikin. Mana qarıqlaç agisi. Gaz pishqitim kuldi biz yumurqa degan yerimiz shu. Demak, hurapatlikni biz bilib oldik, ha? Bizning atrofimizda jiqmikan, men taq aram bir qismini dedim. Nurg'un taraflarga. Unda hurapatlik zar nimasi? Fanni va e'tiqodiy asos yo'q, barliq narsa hurapatlik. Shunaqa? Ha? Mana bu hurapatlik.